Obunachilarimiz Janubiy Koreyadan navbatdagi koreyskiy yo'lbarsimiz Hyundai HW145 Plus 2016-yil 16.000 motochasiga keldi mana. Koreyskiy Perigon kosmetik ishlari bo'lgan mana ustaxonamizda. Ishlashini qarang buni. Kamis motor bilan jihozlangan. Harakatiga alohida e'tibor berasiz. Juda plavni zo'r ishlayapti. 360 gradus adapterlar bor, hajlar bor. Strela 100% radno, kraska bo'lmagan. Kraska mana bu past diskasi, krilolar kraska bo'ldi. Va haj qismi, bilasizlar, rabochiy joylar kraska bo'ladi. Mana o'zini vesini ko'tardi, yaqin 14,5 tonna vesini oson ko'tardi, tixot holatda. Harakati menimcha hozir bir 60 tezlikda aylanyapti. O'ta katta harakat. O'zini zavodskoy karyerniy balolarida bu texnikalarni ko'p yillik tajribaga asoslangan holatda sotib olinadi. Ko'ryapsiz, orqada kameralar bor, projektor, migalka yuqorida ham mana projektorlargacha bor. Atvallari ideal holatda. Kamyatboyni mana truba ham o'rnatilgan, temirgacha bor. Hop, rolda mohir ustamiz, bular gidravlika va hadovoy chasini tuzatishadi. Iltimos qildik, shu texnikani bir haydab tekshirib bering deb. Bu yerda men mijozlar ko'rib turishdi buni. Xudo xolasa texnika haqida fikrlarni oxirida bitta eshitib qo'yamiz. Hozir qaysini ham ishlashini ko'raman mana. Bu o'z-o'zidan ishni osonlashtiradi, kerakli qurilmalardan biri. O'zini ko'ryapsiz, standart tovushida. Ustaga nima deysiz, texnika harakatda tuzuvmi, yaxshimi? Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Mana xudo xolasa yaxshi tomoni o'rtoqlar, Koreyadan chirtib eng saralarni olib kelinadi. Hatto kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, o'zimizda ustalar ham bor, plus buni deyarli barcha original bitlovchilari do'konlarimizda bor. Bizda muammo emas. Aytganimday, O'zbekistondagi eng yirik ekskavator zapchast do'kon bu Qodirxon ekskavator markazi. Do'stlar, ushbu texnikamiz kimga qiziq bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qiling. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit, VK yo'q. Narxi va qisqargan savollarga javobni ushbu raqamlardan olsangiz bo'ladi. Do'stlar, nima deysizlar? Haligi bo'ladi-yu, kimdir BMWchilar alohida bo'ladi, Merchlar alohida bo'ladi. Bu ham go'yo shu singari siz Hyundai, siz shu legendami, Volvomi? Fikr mulohazani kommentarda qoldiring. Lekin mana bu yo'lbarsimiz savlatiga alohida like bosib qo'ying.